Assalomu alaykum Umidjon kanalining kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Mana bugun haftaning shanba kuni 17-yanvar. Biz o'zimizning xonadondan Marg'ilon shahridan kichkinagina videorolik olyapmiz. Bugungi videorolik olishimizdan maqsad bu qo'ylarimizni kech kiyimlarini beramiz va bitta qo'yimizga bir oyda qancha rasxod bo'lyapti va ichiga qo'shayotgan aralashma yemimizni 9 xil mahsulot bor. Shu 9 xil mahsulotni nimaligini bir qator sizlar bilan gaplashamiz. Xo'sh bo'lmasam, videolarimizni boshladik. Mana akalar 1 kilogram sho'rxani tortib oldik. Buni nomiga ho'llab olganmiz. Mana somonimiz bor. Shu bir qop somon olib kelib bersa 2,5 oy yetadi. Mana shunchagina somon qo'shib beramiz. Bu somondan qo'shishimizdan maqsad shu ichlarini tozalaydi. 1 kilogram sho'rxamizga mana shu somonimizni aralashtiramiz va bitta 1,5 kilogram silyosimiz bor. 1,5 kilogram silyosimizni solib aralashtirib olamiz. Mana akalar 1 kilogram sho'rxamizga 1,5 kilogram silyosimizni aralashtirib oldik. Endi mana o'sha oldin mol boqqanda mollarga beradigan buqayim degan yemimiz. Bu yemimizda ichida 9 xil narsa bor. Uni ham hozir bir qator aytib o'tib ketaman nima borligini. Mana shu rosa 1 kilogram bo'ladi tortilingan. Shu 1 kilogram buqayimimizdan qo'shamiz. Aralashtirib oldik, chiroyli qilib. Endi buni o'zlarimizga beramiz va bu yemimiz bir mahalligi necha pulga tayyor bo'lyapti? Bir kunda bitta qo'yimiz necha pulli yem yeyapti va mana bu yemimizda mana shu yemimizda 9 xil narsa bor. Nimalar borligini bir qator aytib o'tib ketaman. Mana akalar, qo'yimizni yemlarini aralashtirib berdik. Endi sizlar bilan birgalikda hisoblaymiz. O'sha hozirgi ikkita qo'yni bir mahalliy yemini hisoblasak, bitta qo'yimiz erta-kechga bir xilda yemaydi. Bitta qo'yimizni necha pul yeyotganini hisobi chiqadi. Mana akalar, sho'rxa 1 kilogram qo'shyapmiz, 3600 so'm. Silyos 1,5 kilogram qo'shyapmiz, kilosi mizimdan 1,5 mizim. Va buqa yemimiz 1 kilogram qo'shamiz. Buqa yemimizning narxi 5 mizim. Shunda hozir mana ikkita qo'yga bir mahalliy yemi. Endi bitta qo'yimiz bir kunda mana shu erta-kechga bir xil deydi. Mana bitta qo'yimiz bir kunda 10.100 so'mlik yem yeyapti ekan. 30 ga ko'paytirsak 303 ming so'm. Bitta qo'yimiz bir oyda 303 ming so'mlik yem yeyapti ekan. Xuddi shu yemimizni ertalab ham beramiz. 2 mahal yem beramiz. Endi mana buqa yemimizga kelsak, buqa yemimizda mana 9 xil mahsulot bor. Mana birinchisi kepak, ikkinchisi makka uni, arpa uni, raps shiroti, Qozog'istondan keladi. Raps shiroti o'zimizda oddiy kunjaradan kuchliroq kunjara. Raps shiroti, semichka shiroti, vilafos vitamin o'sha me'yorida qo'shilgan. Shu bir kunda bitta qo'yimiz ertalab 1,5 kilo, kech payt 1,5 kilo aralashma yemidan yeyotgan bo'lsa, ichida vitamini o'ziga yetarli bo'ladi. Mana vilafos vitaminimiz. Oltinchisi kalsiy qo'shiladi. Suvaylari yaxshi rivojlanish uchun vitamin qo'shiladi. Kalsiy osh sodasi. Oshqozonidagi ovqatda tezroq hazm bo'lish uchun osh sodasi qo'shiladi va 9-chi bo'lib tuz. O'sha mahsulotimiz ichida oddiy tuzi ham bor. Mana yemni bersiz, boshqa hech nima berishga hojati yo'q. Ichida o'zi hamma narsasi Xudo mana 9 xil mahsulotimiz. Bemalol video to'xtatib turib, screenshot qilib olib o'zlaring tayyorlashlaring ham mumkin. Xudo xolasa mana shu bitta qo'yimiz bir oyda 303 ming so'mdan rasxod bo'lyapti ekan. Ikkita qo'yimizga 606 ming so'm oyiga rasxod qilyapmiz ekan. Xudo xolasa biz oldin ham eskidan qo'y boqardik. Endi orada qo'ylarni yig'ishtirib, qo'yxonamizni molxona qilib, bitta mana mol boqayotgan edik.
xabarlaring bor. Eski obunachilarimiz biladi. Yangi ko'rayotganlarga bir qator aytib o'tib ketyapman. Mollarimizni sotib, qurilishlarga sarfladi. Endi bu jonzotni boqishimizdan maqsad pulni jamg'arib, o'sha to'y bor, to'ychoq bor, qurilish qilish bor boshimizda. Shu qurilishga sarfladik. Xudo xolasa yana mollar olib, syomkalarni yana uyda qanaqa qilib mol boqish degan syomkalarni ham birgalikda chiqaramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi videolarimizni ham ko'rasizlar. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa bittadan like tugmachasini bosib, qo'llab-quvvatlab kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.